الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetlik kardeşler, biz bugün Sure Nisa'nın 19. ayetiga keldik. Ayet o'xshashla jamiyatdagi ojizlarning haq huquqini qo'g'dash asosida davomlashyapti. Ilgirgi darslarimizda yetim o'g'il, yetim qizlarning haq huquqi, oiladagi ayollarning haq huquqi va shunga munosib mazmunlar haqida so'zlab o'tgan edik. Bugungi darsda jamiyatning ojiz qatlami bo'lgan, asallar boshqalar tarafidan haq huquqi tajovuzlikka uchrash ehtimoli ko'p bo'lgan qism yanıla ayollar sinfi, ayollarning haq huquqi haqida oyat töndik şekilde başlandı. Ya eyyuhellezine amanu la yahillu lekum an tarithu nisaa kerhan ve la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah ve 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an ve yec'alallahu fihi khayran kaseera. Aldı bilen ayetning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilsak, ey mu'minlar, sizlarning ayollarni majburiy shaklda miros elishinglar halol emas. Ayol kishi mustaqil bir inson. Ayol kishining boshqa insonlarga o'xshash haq huquqi bor bir inson. U ota-ona yoki o'zining miros qoldiruvchilaridan boshqa mol-mulkka o'xshash miros elinadigan mol emas u. Ularga bergen neslilerinin ba'zini elib olish uchun to'y qilishdan to'smanglar. Boshqa mazmunlarim bor, buni izohatli qismida, tafsir qismida so'zlaymiz. Lekin ochiq oshkora yomon ishni, ya'ni zina fahish qilib qolsa, u vaqtda boshqa. Ular bilan normal uy tutinglar, normal turmush kechiringlar. Agar ayollarni yomon ko'rib qolsanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar bir narsani yomon ko'rishinglar mumkin. Alloh subhanahu va taolo uningda nurg'un yaxshiliklarni qilib berishi mumkin. Oyat mu'minlarga mu'minlikni asl bilan boshlanadi. Biz jiq darslarimizda bu nuqtani aslatib o'tdik. Alloh qachoniki mu'minlarga bir ahkam tushunmoqchi bo'lsa, vazifa yuklamoqchi bo'lganida, halol harom masalalarini bayon qilmoqchi bo'lganida, qilma taklifotlarini sunmoqchi bo'lganida oldi bilan iymon etqonlikni bir qitim aslatadi. Ya'ni sening buni söygen qalbing bilan muhabbat bilan qabul qilishing kerak. Chunki sen iymon etding. İman etmagan bo'lsang, bu taklifotlar sana yo'q. Chunki mu'min Alloh bilan iymon to'xtamiga kirgan bo'ladi. Buni natijada dedik biz darslarimizda. Mu'min Allohni o'zining ilohiy deb qabul qiladi. Allohdan kelgan buyruqlarni ilohiy buyruq sifatida qabul qiladi va buning qarshiligida Alloh o'z rahmati bilan mu'minga jannat ato qiladi. Mana bu mu'min bilan Allohning o'tirdiki munosabat. Alloh dal mushu munosabatni aslatib turib, ey mu'minlar degan shaklda qanday qilyapti, xitob qilyapti. Ya'ni modomiki sizlar menga iymon etgan ekansizlar, unda sizlarning qiladigan ishinglar bu. Tekrar aslatib o'tyapmiz darslarimizda la ikroha fid-din. Bir insonning dunyoda dinga kirish kirmaslik erkinligi bor. Dinga kirib bo'lgandan keyin o'zi o'z ixtiyorligi bilan din kirgan dinninki ta'limotlarini uyg'unlash kerak. Chunki u ixtiyorlik bilan tanladi uni, suyib tanladi. Har qanday bir yo'lning bir talab bo'ladi, taqazzosi bo'ladi, vazifasi bo'ladi. Shunga o'xshagan dinni o'z ixtiyori bilan tanlagan ekan, buning o'zgarishliq bir qoidalari bor, prinsiplari bor, ahkomlari bor. Alloh mushunaqni aslatdi. Sen tanlading bu yo'lni, anda o'g'anda quloq sol. Men sana hozir ahkomlarni bayon qilib beraman, qoida qonunlarni bayon qilib beraman, halol haromlarni bayon qilib beraman degan shaklda oyat boshlandi. Ya ayyuhallazina amanu degan shaklda. Deganimizdek oyat o'xshashlar jamiyatdagi ayollarga munosabatlik, ayollarni buzaq qilishga munosabatlik
masalalar haqida davom qilyotdi. Jahiliyat davrida ta bugungi jahiliyat davrimizga o'xshash chandırılmagan bir şekilde, uqtirilmagan bir şekilde, şekli o'zgargan shaklda ayollarning har xil haq huquqlari tajovuz qilinadi. Ayet bunun qasası nima deydi? Ya eyyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan. Ayollarni majburiy miras elish bu halol emas deydi. Birisi vafot topdi, buning ayoli qilib qoldi. Bu vafot topgan odamningki adamning miras xordirining bu ayolga hech qanday ignorchilik qilib olish haq huquqi yo'q. O miras qo'yguchi o'lgan vafot topgan shaxs qo'ygan mol mulklari qoida bo'yicha taqsim qilinadi. O'ylari taqsim qilinadi, pullari taqsim qilinadi, mollari taqsim qilinadi. Har bir odamning elishga tegishlik haq huquqlari bor. Ayolininki, bolalarininki va ota-onasining degandek haq huquqlari bor. Ammo miras og'ilolmaydigan taraf qaysi? Ayoli. Ayoli mal emas o. Ayoli o erning mulki mu emas. O ayoli o normal bir inson. O xuddi boshqa erlarga o'xshash o'zining bir insonlik bilan qana qilish kerak, yashash kerak. Bu yerdagi oyatdagi oxiridagi majburiy degan gap qanaqdir ixtiyorlik bilan bo'lsa bo'ladi. Bu faqat jahiliyatdagi o'z vaqtidagi yuz berayotgan bir hodisaga qarta deyilib. Chunki jahiliyat vaqtida qana qildi desa, kishi o'lib qilib, ayoli qilib qolsa, shu kishining mirosxo'rlari kelib hisobda shu ayolning ustiga raqtin birini tashlaydi. Ayol bu vafot topgan odamning ayoli ayolning mulkiga aylanadi. Agar ayol yo'q desa, majburiy mashta bir ahvollar bor. Xolis uni majburlab boshqalarga xolis to'y qilib beradigan, to'y qilib bergasimi texe uning to'ylaqlarini qanaq qiladigan, evoldigan mashta bir tasarrufotlar bor. Allah buni keskin qanaq qiladi. Halol emas deb oyatning oxirisida va la ta'zuluhunna ularni qanday qilmanglar, cheklamanglar, to'smanglar. Azala degan binasiningki atrofini to'sib olish degan ma'no deyildi. Asl lug'at ma'nosi to'sish degan ma'no deyildi. Bu yerda qanday ma'nosi bor desa, ayollarni ikki xil huquqini mishada o'ziga oldigan ma'nosi nuqtadan da'vatimi. Birisi vafot topgan odamning velisi bo'lish sifati bilan birov kelib siz palanının ayolitdiniz, men onunki mirasxo'ri, men sizning egingiz hozir. Siz onu qilasiz, bunu qilmaysiz, to'y qilasiz, qilmaysiz degandek bir cheklamalarni qo'yib, uni to'sash haq bo'lmaydi. Ayol kishining eri vafot topdimi? Iddati tugagan hamon o ayol kishiga elchib kelganlarni qabul qilish erkinligi va xolisa to'y qilish erkinligi va buningdan cheklash hech kimning haq huquqi emas. Haq huquqi emas. Oyatning oxirida litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna da bir gap bor. Ularga bergan narsalarni ba'zilari. Am bu yerda yana bir ishora chiqayotgandek. Ma bayatdanqi hukmlarimizning hammasi valilarga qarata olsa, yana bir yangi hukmdan birisi oxirdagi oyatning qistirulgan litazhabu bi ba'd ma ataytu bergan narsalarning bir qismini elish degan bu yana bir mazmundek bir ifoda bor. Qanday yangi mazmun? Tekrarday, bayatdanqi tushuntirilganning hammasi vali haqida kelgan bo'lsa, oxiridagi qo'shilgan mazmun bilan endi er-ayol munosabatidagi ba'zi masalalarni o'z ichiga olganda qildi. Qanday? Buning misoli mana. Bir er-ayol bor. Er kishi ayolini yaxshi ko'rmaydi endi. Tabiiy endi insonlar o'tirisida to'y qilib bo'lgandan keyin ba'zi ko'ngil sug'ib ketadigan, er-ayolni yaxshi ko'rmaydigan, ayol erini yaxshi ko'rmaydigan ahvollar bo'ladi. Shunda vaqtda qanday qiladi desa, insonlar har xil ya, o'zining burun to'yloqqa bergan mol mulkini qaytarib berish uchun ayol kishiga manda bir tahdid yoki manda bir zulm qiladi. Ya uni xotin qilmaydi. Ya'ni bir uyda o'tirgandan keyin ayoldek muomala bo'lmaydi o'tirda, yoki taloq qilmaydi. U ayol xuddi esib qolgandek bir holatda qoladi. Ayolimikin desa, ayol emas. Andoğandan keyin erkin boshqa erlar bilan to'y qilay desa, mana nikohining ostida. Mashta bir holatlarni Alloh subhanahu va taolo qanday qilyapti, cheklayapti. Islom mushu oyatda ayolni himoya qilyapti, ayolning mol-mulkini himoya qilyapti, ma'naviy, moddiy haq huquqini qo'g'dayapti. Davatudiki, nima davatudi? Va la ta'dhuluhunna oyatning va la ta'dhuluhunna
litazhabu bi ba'zi ma ataytumuhunna. Veli bilan uni to'y qilishdan va boshqa ishlar bilan boshqa ishlarni cheklash huquqing bo'lmaydi. O'zining normal tabiiy bir huquqidan mahrum qilish huquqing bo'lmaydi va er bilan sizlar bergan ba'zi mol mulklarni elib olish uchun, to'ylarni elib olish uchun ularni o şekilde qiynash bo'lmaydi. Ya'ni mashta qilish orqali oxirsida ayolni qiynab ayol kishi bo'ldi. Men bu oydan to'ydim. Bu aydan to'ydim. Bergan to'yliqlarning hammani birma. Mening xetimni va deydigan holatga qistash halol emas, to'g'ri emas. Degan şekilde ayol kishininki ma'naviy moddiy huquqini qanaqlatdi, qo'g'dayotdi. Lekin oyatning oxirida lekin u ayol kishi oshkor bir yaman ishdan birini qilib qolsa, ya'ni zina fohishlan shug'ullanib qolsa, ana shu vaqtida u ayol kishini uyda sirtqa chiqarmay saqlaydi toki vafot topganga qadar. Ana ma hukm zina qilganlarga had jazosi beriladigan, masalan to'y qilmaganlarga ayrim, to'y qilganlarga ayrim bir zinaning jazosi va shu jazosi yo'l qo'yilishdan ilgari hukm. Endi ba'zi ulamolar mushu oyatga qarata nima deydi desanglar, ahvol mushuna bo'lib qolsa, masalan ayoli ashta yomon ishdan birini qilib qo'ydi, eski ishdan birini qilib qo'ydi. Shu vaqtida ayol kishidan ma'lum mol-mulkni elib, undan keyin xetini bersa bo'ladi, ya'ni xul'i shaklda. Chunki u ayolni olgan vaqtda bir muncha pul sarf qilib oladi. Ayolga to'yloq sifatida beradi va boshqa chiqimlar bo'ladi. Andikin bu ayol erning haqqini saqlamagan, omonatga xiyonat qilgan bo'lg'achqa shu bergan pullarini qana qiladi, qaytaradi. Bu fiqh babida xul'i deb, ya'ni taloqning qarshisida mol-mulk bilan taloq qilinadigan bir ahvol. Bunda nima to'g'ri deydi ulamolar mushu oyatga asosan. Andikin oyatning oxirisida ayol o'tirdiki, munosabatlar haqida Alloh subhanahu va taolo davatudi va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollar bilan normalda nima chiqdi-ya? Ayollarni qistimaslik. Ayol mesela birisini zirkib qolgan vaqtida kishi ayolini qistab taloq qilishning to'g'ri emasligini deb bo'lgandan keyin endi har zaman ayolning o'tirida mehr muhabbat davom qilishini tayin. Ba'zi mehr muhabbat bo'ladi, ba'zida to'y qilib bo'lgandan keyin birisidan so'g'ib ketish ahvollari yuz beradi. Soğup ketish ahvoliga qarab turib ajrashildi desa bir necha bolasi va oilasi va ermi bolasining ko'ziga qarab, ayolmi bolasining ko'ziga qarab bir uyda turib qoladi. Shu vaqtida kishi men ayol kishini yaxshi ko'rmayman, ayol kishidan so'g'ib ketdim deb turib ayol kishining ado qilishga tegishli ma'naviy moddiy haq huquqlarini bermas olmaydi. Alloh subhanahu va taolo mush oyatda deyapti: "Va ashiruhunna bil ma'ruf." Ular bilan yo'lliq bir şekilde. Ma'ruf ibaresi bek ko'p uchraydi Qur'onda. Buni sal to'p tushuntiramiz sizlarga. Yo'lliq shaklda turmushda birga yashanglar. Bu yerdagi ma'ruf ifodasi normalda qilishga tegishli haq, huquqni o'z ichiga olgan bir ifoda. Odatda mehr muhabbat ifodasi va Qur'oni Karimda ayol o'tirisidagi mehr muhabbat. Lekin ma'ruf ifodasi va inson birovni yaxshi ko'rgan vaqtda uning uchun hamma narsani beradi. Uning barlig'ini bag'ishlaydi. Qarish tarafni qanoat qilish uchun, rozi qilish uchun qilishga tegishli ishlarning hammani qanoat qiladi. Qilishga tegishli ishlarning hammani qiladi. Buni biz mehr muhabbat deymiz. Ayol o'tirisida bu xil mehr muhabbat bo'lsa bek güzel. Ammo u xil mehr muhabbat bo'lmay, so'p ketsa birisi-birisidan. Ajrashib ketadi desa, balava bir oila bunday ahvol ostida oyatning hukmi bo'yicha ma'ruf bilan yashaydi. Ma'ruf degani har biri yana biriga qarata majburiyatni ado qiladi va haq huquqini oladi. Mush shaklda. Ayollar shu shaklda muomala qiladi deyapti. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Bu yerda mehr muhabbat bilan ma'ruf haq huquqni tushuntirish masalasini, ma'rufni tushuntirish masalasi uchun bir qissa va İbrahim alayhisolamning qissasi. Buni sizlarga bayon. İbrahim alayhisolamga bir kun bir mehmon keldi. İbrahim alayhisolamningki mehmon do'stlik bilan ma'ruf. Mehmon kelgandan keyin İbrahim alayhisolam bu mehmonni kutmaydi.
Nimishqa? Chunki uningdan mu'min emasligidan so'g'andan mu'min emas deganlikka mehmon qilmaydi endi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo tarafdan shunda bir mazmunda xitob qiladi. Sen bir kecha mehmon qilish uchun, bir kecha qo'ndirish uchun sen bu odamdan dinni o'zgartirishni talab qilyapsan. Ajaba men uningga kofir pata 40 yil rizq beryapman. İbrahim alayhissalom buningdan darhol shu odamning keyindan qo'llab berib, "Voy qaytib kelsan, men seni kutib olsam" degan ifodani bildirgan ekan. Bu qadar tez nimishqa o'zgarding? Bayatdan taxmini rat qilgandan, mehmon qilmagan, qilishni unmagandan, endi o'zgarib kelib, "Alloh menga Robbim menga haliqi mehmon, men Robbimga ishonmayman. Robbingning dushmani, sen Robbingning payg'ambari, Robbingning do'sti. Sening Robbing o'zining dushmani uchun o'zining do'stiga ashta qo'ydimi?" Men de Müslüman oldum da şu vaqt Müslüman bo'lgan bir hikoya bor. Bu ma'ruf, yani insonning qilishga tegishlik o'zaro birisiga nisbatan qilishga tegishlik ish ma'ruf. Uni yaxshi ko'rsangmi qilsa, yaxshi ko'rmasangmi qilsa. Alloh ko'p o'rinlarda ma'ruf bilan muomala qilishga buyuradi. Chunki davatimiz ya, ayollik turmushi har doim mehr muhabbatli bo'lmaydi. Mehr muhabbatli ko'p qolsa masala yo'q. U vaqtda ikkilisi ermi ayolga o'zining barlig'ini bag'ishlaydi, ayolmi eriga o'zining barlig'ini bag'ishlaydi. Masala yo'q. Hatto ashuq ihson qiladi bir-biriga, yaxshilik qiladi, yaxshilik bilan muomala qiladi. Ammo mehr muhabbat bo'lmagan vaqtida dal oila buzildigan, bolalar yetim bo'lgan nuqta mushu. Alloh subhanahu va taolo mana mushada indotida va ashiruhunna bil ma'ruf. Aranglarda mehr muhabbat bo'lmagan taqdirdami haq huquqqa rioya qilgan shaklda ma'ruf bilan qana qilinglar, muomala qilinglar. Ma'ruf bilan muomala qilish degan nima? Masalan, er kishi ayolidan qaqshaydi. Ayolim ko'nglim qolmadi. Meni o'ziga qiziqtirolmaydi. Endi inson hayotni tushunish kerak. İnson tunji to'y qilgan, oila qurgan vaqtdek bo'lmaydi ishlar. Ko'ziga har doim artistlardek ko'rinmaydi ayoli. Kiyim-kechak modellardek ko'rinmaydi ayoli. Faqat shu narsani tushunish kerak. Ayoli shu insonning tabiiy havasi qo'zg'algan vaqtida qondirishga bo'ladiganlar bir holatda tushunish kerak. Har doim havasini qo'zg'aydigan, har doim yo'q havasini paydo qiladigan, bu shaklda erni qo'zg'ab turadigan bir holatni er kishi kutmaslik kerak. Chunki hayotda unda ish aslo yo'q. Bir uyga kirib bo'lgandan keyin oila turmush normal boshlanib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin butun qiziqchiliklar tugaydi, qiziqishlar tugaydi, normal holatga tushadi. Faqat insonning havasi tabiiy qo'zg'algan vaqtida shu tabiiy havasini to'g'ri, yo'lliq, halol bir shaklda qondirishning bir fursati, bir o'rni deb qarashga bo'ldi ayolini. Bu shaklda kishi to'g'ri tushunmaganlik uchun ayolidan so'g'ib ketadigan ahvollar bor. Buni bayatın deganimizdek, ayolim meni o'ziga qana qilamadi, qiziqtirolmas bo'lib qoldi degan shaklda. Buning bilan er kishi o'zini ayolidan tortadigan, ayolning ma'naviy moddiy huquqlari rioya qilmaydigan bir ahvollar bo'ladi. Faqat bu insonning kallasidagi shu oila turmushi bo'lgan to'g'ri tushunishni olmaslik uchun menda bir vaqalik var. Bir adam Resulullah'ninki nima? Ömer radıyallahu anh'a qarshi kelib, "Ey Amirul Mu'minin, men ayolimni yomon ko'raman. Ayolimni taloq qilaman." Ömer radıyallahu anhu deydi: "Ava lam tubnal buyut illa alal hub." Ayol degan har doim muhabbat bilan davom qilamda. Qimmat qarash, haq huquq nada qoldi? Fa aynal qiyam. Maşakil. Ma adamning hozirgi gapidan qarag'an vaqtda bu odam o'ylab qolganki, bu oila turmushi, er ayol munosabati dastlabdagidek davom qilib, umr bo'yi shu o't kabi yashaymiz. Menda o'ylab qolgan. Unda olmaydi, nada unda bo'ladi? Umar radhiyallohu anhu bu odam shuni tushuntirdi. Masala ashta bo'ladi dastlabda. Er ayolni bir o'yga akirdig'ini ashta birisiga nisbatan qiziqish, intilish, o'tdek mehr muhabbat. Ondan keyin vaqtning o'tishiga ergishib, ermi so'g'iydi, ayolmi so'g'iydi.
er va ayolni bir-biriga bog'lab turadigan boshqa taraflar bo'ladi. Balasi bo'ladi, yana bir taraflar bo'ladi, o'zi qurgan, o'zining qo'ldan qurgan bir oilasi bo'ladi. Endi bu yerga kelgan vaqtda allaqada qiziqtiramidi yoki bir taraflardan bir o'zi yomon ko'radigan ishdan birini ko'rib qolganlik uchun men uni yomon ko'raman deb uning haq-huquqini ado qilmaslik normalda oila tartibini buzadigan bir ahvol, oilalarning vayron bo'lishini keltirib chiqaradigan ahvol. Oilalar bu shaklda vayron bo'lib tursa, bir jamiyat, isl jamiyat ya kelgusidagi umidga to'lgan bir avlodlarni so'zish aslo mumkin emas. Alloh nima deyotdi? Va hashru mushta'ah voldimi? Sizlar ularga haq-huquqiga loyiq bir ravishda qana qilinglar, muomala qilinglar, loyiq bir ravishda o'y tutinglar. Fa in karihtumuhun oyatning oxirisi. Agar sizlar yomon ko'rib qolsanglar, balkim sizlar bir narsa yomon ko'rishingiz mumkin. Alloh u narsada ko'p yaxshilikni qilishi. Ayol kishi deganning har jiq taraflari bo'ladi. Allohning adolati shuki, hayotda bir odamga butun yaxshiliklarni juqlab qo'ymoqlik. Birisining chiroyi go'zal, birisining axloqi go'zal, birisining yana bir tarafi go'zal, yana birisininki bilimlik, iqtidorliq. Bir odam ham chiroyli, ham axloqliq, ham dindor, ham bilimlik, ham qo'lni ish qiladigan, ham shirin so'zlik, bunda bo'lmaydi. Ayolingizning bir tarafini yomon kelgan bo'lsangiz, yana bir tarafini aslash kerak. Chunki siz yomon ko'rgan taraflarni boshqa ayollarda ko'rib yomon ko'rasiz. Endi siz ayolingizning shu bir alohidlik tarafini boshqa ayollardan izlab baqing, balkim qanaqa qilmaysiz, topolmaysiz. Shunga masalaga har doim jinsiy nuqtadan qaramaslik kerak. Hissiyot nuqtasidan qaramaslik kerak. O seni burunqdek hayajonga cho'ldiranmagan nuqtadan qaramaslik kerak. Balki hayotingga har taraflardan qarash kerak. Allohning bu jihatdagi taqsimotini tushunish kerak, hikmatini. Bunun güzellik kurdu, ananga akıl idrak kurdu, ananga ünakas kurdu, mananga bir talant kurdu, mananga bir ixtiro kurdu. Her bir adam özgü birilgen taraflar bilen yaşaydı. Bazılar özünün güzellik bilen yaşasa, bazılar özünün ilim hikmetle yaşaydı, bazılar özünün talantıyla yaşaydı. Bu şekilde buludu. Eğer ayalga bir noktadan qaraş insandaki hatalar. Şun Allah her tarafga bizning ko'zimizni yugurtib atıdı. Balkim sizlar bir narsani yomon ko'rishinglar mumkin. Allah onunda boshqa yaxshi. Qaranglar, ma oyatning oxirisida gap ayollar haqida ketib o'tib kelib, ayollarni yomon ko'rib qolsanglar, deb bo'lib, balkim ayollarni yomon ko'rishingiz mumkin, Allah o ayollarni boshqa yaxshilik qilib berishi mumkin demasdan, ommaviy shaklda bir qoida, hayot qoidasidan, hayot qonuniyatidan birini bizga ba'di ajoyib bir ish. Nima desanglar, ayollar masalasi ketib o'tib ommaviy shaklda sen bir narsani yomon ko'rishing mumkin. Balkim Alloh uning da bir yaxshilik qilib berishi mumkin. Bu bir umumiy qoida hayotda. Ayollar masalasi emas. O'qish, tijorat, yana bir har ishlarda. Masalan, hayotimizga bunda qarab baqqanimizda ba'zi ayollarni ololmaganimiz uchun o'z vaqtida o qadar o'tingan bo'lishimiz mumkin. O kadar to'y qilg'imiz bo'lishi mumkin. Ammo hayotinglarning 15-20 yildan keyingi holatiga qarab beqib, o'zingni tutib olgan, hayotni ko'rgandan keyingi ko'zdan qaraganingda shu vaqtda olmaganinglar sizlar uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Ba'zi imtihonlar, maktabning imtihonlarida imtihondan o'tolmay qattiq bearam bo'lib, ko'nglimiz yerim bo'lishi mumkin. Hey, nima o'tolmayman deb. Ammo kelgusidagi ma'lum nuqtaga kelib bo'lgandan keyin takror kaynimizga qaragan vaqtimizda shu imtihondan o'tolmaslik bizni nurg'un yaxshilikqa, nurg'un ne'matga erishtirgan bo'lishi mumkin. Va undan boshqa nurg'un ishlar bor. Ba'zida musibatlar keladi. Bak ig'ir keladi. Nimda menga bunda musibat keladi deymiz. Yomon ko'ramiz buni. Ammo kin o'ylaganimizda yoki kin bilganimizda mushu musibat tufaylidan buningdan cho'ngroq musibatlarni saqlanib qolganligimizni hayotning qonuniyati bu. Ayoldimi shu qonuniyat va oiladimi va boshqa taraflardami tijorat, turmush, o'qish, xizmat hamma taraflarda mushu qoida kuchga ega. Ya'ni Allah bizni her daim tashlab o'tmaydi-ki. Biz Allohning bandasiki, bizning har minut, har sekund vaqtimiz Allah'nınki bizni küzdüş dairesini çıkıp ketmeydi ki
yüz bergan ishlarning hammasini Allohning xabari bor va Allohning hikmati bor. Bizga kelgan bugungi bir yaxshilikdek ko'ringan narsa bilan u qadar faxrlanib yoki u qadar mustaqraq bo'lib ketishning hojati yo'q. Balkim bir yomonlik bo'lib qolishi mumkin. Bugun bizga yomonlikdek tuyulgan bir musibat, bir xafalik yoki bir mag'lubiyat, yana bir narsalar bizga ko'nglimizni biroz yarim qilishi mumkin. Inson bo'lish butimiz bilan sal ko'nglimiz yarim bo'lib bir xil qo'sqimiz ko'pidi yoki ish qilib bir narsalar bo'ladi. Ammo ma'lum vaqt o'tgandan keyin buni bilimizki Alloh uningda ajoyib bir buyuk hikmatlarni, bir yaxshiliklarni bergan. Ayollarmi? Bizning degan temamiz shu ayollar, oila, turmush temasi, turmushmi shu. Ayollarning ma'lum bir tarafini yomon ko'rishi mumkin. Yoqmasligi mumkin. Ayolim mush tarafda mandaroq bo'lsa ekan deyishim mumkin. Ammo sen shu nuqtadan boshqa nuqtaga qarab baq, ko'p ayollarda topilmaydigan alohidlikni ayollarda bor. Sen ma tarafdagi kamchilikni yana bir tarafdagi alohidlik bilan to'liq bo'lsang bo'ladi. Chunki bu hayot 5 qo'l tang emas, 5 barmoq tang emas. Sen bugun ayolingning boshqa tarafdagi alohidligini qayrab qolib turib, mushu kamchilikka ko'zingga ko'rinib olib ayolni ajrashtirgan deyli. Yana bir ayol olgan vaqtida sen istagan shu kamchilikni to'liqlaydigan tarafiga qarab olsa va ayolingda bor bo'lgan boshqa alohidliklar uningda kam chiqadi. U vaqtida agar sen yana o kamchilik tarafini to'liqlayman desang, undan ajrashib yana birini olish to'g'ri bo'ladi. Ashta qilib hayot muqim bo'lmaydigan gap. Shuningcha insonningki hayotning prinsipini tushunganda sabr qilmoq lozim. Alloh cho'qim hayotda sabr qilgan, chidagan insonga yana bir tarafini to'liqlab beradi. Bu oila qurib boqqan 20-30 yillik oila tajribasi va bunda cho'nglarimizni so'rab baqsak, buni eng go'zal javoblarini ola olamiz. Ayolimizning bir tarafini yaxshi ko'rmasak, sabr qilaylik. Ishonaylikki, mutlaqo Alloh bu ayolda bizni xursand qiladigan, kelgusi baxtimiz, kelgusi saodatimiz, kelgusi uftuqimiz munosabatli taraflarni Alloh bu ayolning sababidan bizga berishi mumkin. Chunki oyat shunday dedi, Alloh shunday dedi. Alloh mutlaq rost so'zlaydi. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.